Go'yoki Tramp ham aytayaptiki, men sizlarni oliy robbilaringizman. Alloh subhanahu va taolo kunlarni mana shunday o'zgartirib turadi. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Bu kunlarni biz insonlarning oralarida o'zgartirib turamiz. Ya'ni doim kofirning rejasi amalga oshirilmaydi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsadan ustun. Alloh subhanahu va taolo hamma narsadan oliy. U Tramp'i iloh emas, Netanyahusi iloh emas, Putinni iloh emas yoki boshqa o'zini kuchiga, texnikasiga, qurollariga, askariga, puliga, iqtisodiga, kuchiga tayanayotgan bu zolimlar iloh emasmi? Bular hammasi oddiy, zaif, bechora insonlar. Tramp kibrlanyapti. Mana Venesuela prezidentini nima qildi? Olib keldi. Undan keyin kibrlanib aytdi. Biz dedi, bu ishni qildik. Bizdan boshqasi bu ishni qila olmaydi. Bu ishni biz qila olamiz. Bizdan boshqa birorta mamlakat buni qila olmaydi. Xuddiki Fir'avn, ana robbukumul a'la. Men sizlarni oliy robbilaringizman degan. Go'yoki Tramp ham aytayaptiki, men sizlarni oliy robbilaringizman degan.